Rudiger hamda Cabral o'rtasidagi mana bu to'qnashuvni ko'pchilik ko'rgani aniq, lekin nima bilan tugadi-yu, bunga nima sabab bo'lganini ko'rmagan bo'lishi mumkin. Shu videoda hammasini birgalikda o'rganib chiqamiz. Ko'rasan. Sen hozir tashqariga chiqin, sen va men tashqarida. O'yin so'ngida Cabral va Rudiger o'rtasidagi to'qnashuv katta janjalga sabab bo'ldi. To'qnashuv paytida Rudiger hakamga Cabral uni irqiy haqorat qilganini aytadi. Aynan shu paytda u hakamga yuzlanadi va rasizm protokolini ishga tushirish kerakligini aytadi. O'yindan so'ng Cabral Rudigerga nima deganini tushuntirib berdi. Men uni unday haqorat qilganim yo'q, shunchaki Argentinada ko'p ishlatiladigan gap. O'laksa qoq dedim va unga faqat shu gaplarni qaytardim. Shu sababli uning jahli chiqdi, hattoki menga tashqariga chiqib do'pposlashishni ham taklif qildi. Bor gap shu. Hakamning xushtagidan keyingi kadrlarda ko'rishimiz mumkinki, Rudigerni hattoki Xabi Alonso ham to'xtatib qola olmayapti. Va shu paytda Rudigerni va u tarafga kelayotgan Cabralni jamoadoshlari ajratishga majbur bo'lishdi. Seni tashqarida kutaman dedi. Rudi juda ham qiziqqon va jahldor yigit. Nima deding? Yana bir qaytarchi? Klublar o'rtasidagi jahon chempionatida mana bu ikki futbolchi o'rtasidagi to'qnashuv mushtlashuvga aylanib ketishi mumkin edi. Yana bir ma'lumot do'stlar, argentinaliklar o'zi tabiatda mana shunday hazilomuz gapiradi-yu, lekin bu hazillarni argentinalik bo'lmaganlar va Argentinada yashamaydiganlar tushunmaydi. Nega bunday deyapman? Aleksis McAllisterning bir intervyusini menimcha ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. To'g'risi o'zim esimda yo'q, tarjima qilganman. Yo'qmi? Xullas u endi terma jamoaga chaqiruv olganda, bilasiz, sariqchadan kelgan yigit, hamma uni Ginger deb atashgan, chaqirgan, shunday laqab qo'yishgan. Ginger bu eslay olmadim, ya'ni suratini qo'ydim, nimaligini menimcha ko'rdingiz va bu Aleksisga yoqmagan. Shunday Messi kelgan, jamoadoshlarini yig'gan va bugundan boshlab Aleksis McAllisterni hech kim Ginger deb chaqirmaydi. Hamma ismi bilan chaqiradi degan. Shunda Aleksis McAllister kulib aytib bergandi. O'shandan keyin hech kim meni bunday chaqirmay qo'ydi deb. Tabiiyki, Cabral aytgan gap Rudigerga yoqmagan, chunki men o'zi qog'ozga sal o'rab tarjima qildim. Agar ochiqchasiga tarjima qiladigan bo'lsa, menimcha bu gapni eshitgan hech kimga yoqmaydi. Shu sababli, bilasiz, Rudiger baribir nemis, Germaniyada katta bo'lgan, Germaniya milliy terma jamoasi futbolchisi va ularning mentalitetini bunday hazillarga qanday reaksiya ko'rsatishini menimcha videoda ko'rdingiz va Rudigerdan boshqa nemis yoki umuman boshqa xalq vakili bo'lganda ham katta ehtimol bilan mana shunday reaksiya ko'rsatgan bo'lardi.